Meni bor edi orzuyim, meni kutardi o'z uyim. Fido ayla bu jonim, ona oqladim o'z burchim. Ona canım fido qildim vatanim uchun, bu kunlar uchun. Ona rozi bo'linglar, sizlarni tashlab ketganim uchun. Vatan yüreklerde çar, vatan unutmaz asla. Yarım sen yalnız kaldın. Toshkentdan keldik. Onajon ta'ziya bildirib, vazirimiz yubordi. Xudo sabr bersin. Va xizmat masala bo'ladigan bo'lsa biz doim oxirigacha turamiz. Farzandlari uchun, mana onalari uchun, ayollari uchun. Ona kurdi yarim, ona canım fido qildim vatanim uchun. Mana bizni shu mard o'g'lonimiz bizni safimizda mana yelkama-yelka xizmat qilgan shu yigitimizni, ofitserimizni, mana katta leytenant Abduvaliyev Abdurasul bekni yaqinlariga, mana onasiga, mana farzandlari, amakisi, mana bori hamma yaqinga vazirimizning nomlaridan, o'zimizni butun ichki ishlar tizimi jamoasi nomidan o'zimizni bir chuqur qayg'uni, chuqur bir hamdardlikni bildirmoqchimiz. Qildim jon fido, ona. Bu haqiqiy, agar hozirgi davrdan oladigan bo'lsang, qahramonlik bu. Bu agar o'sha davrda shu ukam kirmagan bo'lganda xotinini o'ldirardi. Lekin shu ukamiz oldin chiqqanda, men aytmoqchim, bu qahramonlik. Bir ayolni kimnidir jonini saqlab qolish uchun o'zini jonini fido qildi bola. Ona yig'lamang aslo, vatanim uchun qildim jon fido. Ona bo'lmangiz sado, unutmas meni vatanim aslo. Vatan yüreklerde çar, vatan unutmaz asla. Vatan yüreklerde çar, vatan